Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga Allohning rahmati, salomatligi bo'lsin. Men buni e'lon qilayotganim, men o'zi Toshkent shahridanman. 67 yoshda Abdurahim Irisovman. Namozlarda, sajdalarda tuzalarim og'rib, ozgina bezovta qilardi. Menga shu dorini taklif qilishgandan keyin o'sha ikkinchi marta ichishim og'riqlar tuzadan alhamdulillah ketdi. Yana boshqa nima deydi, ichuvda qorin bo'lsa ham og'riqlar bo'lardi. Ular ham ancha kamaydi, yaxshi bo'ldi. Hozir bemalol yurishlarim ham ancha yengillashdi. Shu kimga muammolar bo'lsa sog'lig'ida bemalol shu dorilardan olib ishini tavsiya qilardim. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Bunga sababchi bo'layotganlarni ham Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Ishlariga, kasb-korlariga Alloh baraka bersin. Hammalarni o'zi Alloh haq yo'lga hidoyat qilsin.